Muborak bo'lsin Ramazon oyi. Bu oyda gunohlar kechiriladi va savoblar ko'payadi. Duolar qabul bo'ladigan eng fazilatli tun. Qadr kechasi bor. Bandalar Allohga yaqinlashib, qalblarini poklaydilar. Roza tutish orqali sabr, iroda va shukronalik hislari mustahkamlanadi. Masjidlar ibodat qiluvchilar bilan to'ladi. Tarovih namozlari ado etiladi. Saxovat va mehr-muruvvat oshadi. Muhtojlarga yordam beriladi. Qur'on ko'proq tilovat qilinadi. Ilmu ma'rifatga intilish kuchayadi. Oilaviy birlik, do'stlik va qadrdonlik rishtalari mustahkamlanadi. Ramazon oxirida musulmonlarga hadya qilingan ulug' bayram Hayit nishonlanadi. Bu muborak oyni ibodat, shukr va yaxshilik bilan o'tkazaylik. Ramazon, Ramazon, bayram Ramazon, 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 bayram Ramazon, Ramazon, bayram Ramazon, 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 bayram Ramazon.